Yigitlar borgan sari mana ko'tarilib boryapti tepaga, balandlikka. Balandlashib ketyapti, abi. Shunda xavfsizlik kamarlaridan foydalanish juda ham kam bo'lyapsizlar. Ko'p kuzatilyapsizlar. Hamma xavfsizlik kamaridan foydalansin. Kiraylarda ishlagan paytda, lift o'yda oldida ishlaganida. Shularlar keyin mana bir etajni tugatib ikkiga o'tgan paytlaringda lift bloklar joylari bor, mana. Vent shaxtalarning joyi. Eshitasizlarmi yigitlar? Plotniklar, ele demontajchimi, montajchimi kimga buyurilsa, nima bo'ladi? O'shalar yopsin sirazi. Ochiq qolib ketmasin. Kelishdiga? Kim bajaradi bu ishni? Nima bo'ladi? Ana. Yillaqqa elingga o'tir. Men sizdan so'roq qilaman. Ochiq qolgan bo'lsa ishtirok yozaman, xabar bo'lmang. Bu voqea bo'ldi-da, tushib ketgan nimalar bo'ldi. O'sha lift o'ydi, vent blok joylarida. O'sha turgay, ko'rmadi. Keyin keyingisi nima? Kimga men ishtirok yozgan bo'lsam, men birinchidan ogohlantirish deb aytmayman. Shunaqa gaplar bo'lyapti ekan sizlar oralaringda. Ogohlantirish bergandi menga, keyingi safar degandi degan. Men rasmga tushirib, Jumamurodga yoki qadamiga tashladimmi? Unga yozildi degani. Menga unaqa devdi, bunaqa devdi. Bularga gap bo'lyapti ekan, o'zlaring yeyib ketyapsizlar. Bu yeyilmaydi bu. Sirali o'zlariga qaytariladi o'sha. Kim nima qilayotgan bo'lsa. Montajda yo'q, ha? Shu Kelishgan yigitlar. Qolgan sheriklaringga aytib qo'yinglar. Men rasmga tushirib tashladimmi? Kimda rasmi bo'lsa, unga ishtirok yozildi degan. Bir marta ogohlantirsa, u ogohlantirilgan odam ikkinchi martasiga qilmayman degani emas-da u. Yo'q, mas'uliyat yana yengillashadi-da, o'sha ishni qiladi. Shuning uchun ogohlantirib bo'lmaydi. Boshida tushuntiraman. Yangi kelgan odam jurnalga qo'l qo'yayotgan paytda. Uni yetib ortish kerak-da, mana oshxonaga kirsalar, yo'da rasm ham bor, boshqasi bor. Qizchani uyda kutaman degan. Bekorga qo'yilmagan-da u. Har bir kirganda sal o'ziga nima qilib olsin degan maqsad. Biz sizlarni hammalaringiz to'xtalib uyga qaytishdan xohlaymiz. Bu bo'lmasin degan maqsad. Hamma shuni o'ylasin, uydagilarni o'ylasin. Abiyon bilaman, tushunaman. Ko'proq abiyon qilsa, ko'proq yaxshi bo'lishadi, lekin ikkinchi kunda ham o'ylash kerak-da. Ikkinchi o'sha daromad bo'lmay qolishi mumkin. Sal ehtiyot bo'ling o'zlaringizga. Erinchoqlik qilmanglar, shu kamardan foydalaninglar. Arqonlarni tortinglar, raz montaj qilayotgan paytda. Kelishdikmi? Savollar bormi menga? Yangi oy boshlandi. Hozir qo'l qo'yiladi. Mana shu yerda kim qo'l qo'yganlar bo'lsa, keyingi oyda boshigacha bu o'tdi degani. Agar mana hozirgi paytda bir soatdan keyin kelyaptimi, u o'tmay qolyapti. Shunga o'tkazish kerak. Sheriklaringga ham aytinglar. Brigadirlar o'zlaringiz kontrolga olinglar. Qolib ketmasin bilan. Kelishdikmi? Hozir kim familiyasini o'qisam, o'sha kim qolib ketaveradi.